Xo'la, men o'tgan safargi videoda sizlardan 50 ta like so'ragandim va sizlar esa shu sababdan bugun video olishga qaror qildim. Bu videoda biz Minecraftdagi top 3 ta eksperiment va lifehacklarni tekshirib ko'ramiz va bonus sifatida sizlarga modni qanday qilib o'rnatishni ham o'rgataman. Xullas kalom videoni oxirigacha ko'ringlar. Bunda bizning birinchi eksperimentimiz yoki lifehackmi bu? Xullas nima bo'lsa ham hozir qisqa vaqt ichida buni tushunib olasizlar. Xullas mana bu chuqurchadan spiderlar chiqib ketishi juda ham oson, lekin hozir bitta narsa. Men bu qo'limdagi narsa demoqchi edim. Buni nomini bilmayman, balki eshikni ukasidir. O'rgimchak mana shu narsadan chiqa olmas ekan. Buni hozir sinab ko'ramiz. Okey, men hammasini qo'yib bo'ldim. Ana endi men bu o'rgimchaklarni spawn qilib olamiz. Ya'ni o'rgimchaklarni paydo qilib olamiz. Bizga farqi yo'q, qancha o'rgimchak sonini umuman ahamiyati yo'q. Muhimi bular men bu tepaga chiqishga harakat qilish kerak. Qani, bittasi mana harakat qilyapti uji. Okey, mana chiqa olmayapti. Bu rostdan ham rost ekan. Xuddi qamoqdan qochayotgan mahbuslarga o'xshab turishini qaranglar. Bir qator bo'lib chiqishga harakat qilishyapti. Lekin chiqa olmaydi. Okey, demak rostdan ham bu narsa ishlaydi ekan. Unda keyingi eksperimentga go. Boya meni bitta o'rgimchak chaqib oldi va men o'rgimchak odamga aylanib qoldim. Tasavvur qilyapsizmi? O'rgimchak odamga. Bola, bizning Telegram kanalimiz 900 ta obunachidan ham o'tdi. Ana endi 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. 1000 ta obunachi bo'lgandan nima foyda deyishinglar mumkin. Mana shu ko'rib turgan Spider-Man modini 1000 ta obunachi bo'lganimizdan so'ng Telegram kanalimizga tashlang. Sizlar aytishinglar mumkin, bu moddan nima foyda? Hozir buni tushuntirib beraman. Ko'rib turganlaringlardek Spider-Man filmidagi barcha personajlar bu modda mavjud va bu bilan bemalol seriallar olishingiz mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Hattoki Mysterio ham bor ekan. Va menga yoqmaydigan mana bu yashil qanaqadir personaj, lekin mod juda ham ajoyib. Shunchaki kommentariy orqali Telegram kanalimga o'ting va 1000 ta obunachidan keyin bu modni tashlayman. Bu eksperiment emas va lifehack ham emas. Shunchaki hozir sizlarga bitta ajoyib narsani ko'rsatmoqchiman. Bunisini ham qo'yib olamiz va bu yerga Ender Dragonning boshini qo'yamiz. Okey, ana endi biz kech qilib olsak bo'ldi. Mana kech ham qilib oldik. Ana endi yotoqqa yotamiz. Ko'rdinglarmi bola? Yana bir marta qilgim kelyapti. Okey. Qaranglar. Vau, mana Ender Dragonning ko'zi shunday yonib uchib ketadi. Vashshi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim hozirgi zamonda bitta maxluq paydo bo'lgan ekan va o'sha obuna bo'lmaganlarni o'ldirib ketar ekan. Cho'za cringe. What the fuck? Bizning keyingi eksperimentimiz bu Minecraftdagi moblar qanchalik aqlli ekanligini tekshirib ko'ramiz. Bilmadim qanchalik aqlli-yu. Hozir men buni jajgalka bilan yoqaman, borib ana suvga tushishi kerak. Agar aqlliroq bo'lsa, o'sha tomonga boryapti. Tushmadi. Balki aynan o'sha sigirni miyasida nuqsoni bormikan deb bunisini ham sinab ko'rishga qaror qildim. Lekin bunisi ham alright, balki biz ham bu rishotkalarni olishimiz kerakdir. O'sha rishotkalardan qo'rqib kelmayotgandir. Rishotkadan qo'rqadimi? Birinchi sigirimiz qaytib keldi, o'sha buni yoqib ko'ramiz. Ana endi suvga borarsan, hatto mayli, u sigirga e'tibor bermaymiz va yangisini qo'yamiz. Endi shuni yoqolmay yuray. Xo'sh, mana bu yerdan birozgina surilgan, mana. Okey, endi suvni yonidan qaytib ketdi. Shu yerga kelib tushish shunchalik qiyinmikan? Nima bo'lsa ham baribir mol. Stop. Men bu sigir kadrni buzdi. Qo'y demoqchi edim, endi o'lasan. Hamma kutgan o'sha mod o'rnatadigan joyga ham yetib keldik. Nastroykadan Global Resource'ni bosasiz va bu yerda My Packs degan joydan misol tariqasida mana shu modni qilamiz va bo'ldi. Ana endi bu yerdan chiqasiz va birozdan keyin mod o'rnatiladi. Endi esa modni qanaqa qilib merga qo'shib olish kerak. Buni ham hozir sizlarga ko'rsataman. Create new world.
Va doimgidek mana shunaqa oyna ochiladi. Hozir menga kreativ kerak va bu yerda pastroqda eksperiment degan narsa turadi. Mana shuni aktiv eksperiment qilib hammasini yoqishingiz kerak. Mana shu eksperiment deyiladi. Buni yoqmasangiz mod umuman ishlamaydi va pastroqda my packs degan joydan my packs degan joydan Hop, resource packsdan aktiv qildik. Endi pastdagi behavior pack degan joydan ham aktiv qilamiz. Xuddi o'sha modimizni. Va bo'ldi. Ana endi hech qanaqa savollarsiz create ni bosamiz. Ana endi mod 100% o'rnatildi. Agar shunda ham mod o'rnatilmagan bo'lsa, sizning telefoningizda muammo bor. Balki telefoningiz kuchsiz bo'lishi mumkin. Balki mod umuman boshqa versiya uchun bo'lishi ham mumkin. Balki bu safar video unchalik foydali bo'lmagandir, lekin sizlarning kayfiyatingizni ko'tarish uchun maksimalni harakat qildim. O'sha gap, kanalga obuna bo'ling va videoga bu safar 50 ta emas, 100 ta like to'plab berishga harakat qiling. Va Spider-Man modini ham esingizdan chiqarmang. 1000 ta obunachi va mod. Hammangizga rahmat, ko'rishguncha.